Arsenalga qarshi dramatik g'alabadan so'ng Kunya: "Ana shu bahslar uchun bu klubga kelganman." Manchester United APLning navbatdagi turida Qizil Iblislar muhim g'alabani qo'lga kiritdi. Manchester United Arsenal ustidan 3-2 hisobida g'alaba qozongan dramatik uchrashuvdan so'ng jamoa hujumchisi Mateus Kunya o'yin haqidagi taassurotlari, oz goli hamda jamoadoshi Dorguning ajoyib zarbasi borasida fikr bildirdi. 100% ishonch bilan ayta olaman, bu men uchun United futbolkasidagi eng yaxshi pallalardan biri. Biz aynan shunday o'yinlarni o'ynashni orzu qilganmiz. Manchester Unitedga kelayotganimda televizor orqali ana shunday katta bahslarni tomosha qilardim. Bu yerda o'tkazgan eng yorqin lahzalarimdan biri, dedi Kunya. Braziliyalik hujumchi oz goli tasodif emasligini, bu ortida doimiy mehnat yotganini ta'kidladi. Har bir mashg'ulotda aynan shunday zarbalar ustida ishlayman. Atrofdagilar doim jarima maydoni tashqarisidan urib kor, senda bu juda yaxshi chiqadi deb aytishadi, deya qo'shimcha qildi u. Kunyaning so'zlariga ko'ra, Premyer Ligada o'yin taqdiri ko'pincha mayda nyuanslar bilan hal bo'ladi. APLda barcha jamoalar juda tartibli va intizomli himoyalanadi. Ayrim paytlarda senda faqat bitta imkoniyat bo'ladi, xolos. Ana shu yagona shansga har doim tayyor bo'lish kerak, dedi hujumchi. Shuningdek, u jamoadoshi Dorguning golini ham alohida e'tirof etdi. Dorguning goli. Nima desam ekan aql bovar qilmas. Rostini aytsam, uning goli mening golimdan ham chiroyliroq bo'ldi, deb o'ylayman. Zarbas shunchaki juda kuchli edi. Bu jamoada uzoqdan ham ajoyib ura oladigan o'yinchilar ko'p, deya xulosa qildi Mateus Kunya.